Salom do'stlar, sizlar bilan Kinomaniya. Bugun e'tiboringizga nemis rejissyori Steven Manuelning detektiv triller janridagi Po'lat eshiklar filmini taqdim etamiz. Qulayroq o'rnashib oling va men boshladim. Erkak qandaydir begona xonaning o'rtasida o'ziga keladi. Boshi qattiq og'riganligi sababli qahramonimiz ichkilikni tashash kerakligini tushunadi. Badbo'y hidni sezgach, u tarafga qaraydi va o'lik kalamushni ko'radi. Bu uning o'ziga kelishiga turtki bo'ladi. Yon atrofga qaragan erkak deyarli bo'mbo'sh xonada qamalib qolganligini tushunadi. U yerda faqatgina qulf osilgan temir shkaf bor edi xolos. U ulkan seyf eshigi oldiga keladi va eshik richagini aylantirishga harakat qiladi. Ammo uni hatto joydan ham qo'zg'ata olmaydi. U hech narsani tushunmaydi. U ishga borish kerak. Agar kech qolsa, uni ishdan haydashlari mumkin. U telefonini oladi va yana bir bor tushkunlikka tushadi. Aloqa yo'q edi. U qayerga tushganligini tushunmaydi va temir shkafni o'rgana boshlaydi. Keyin esa u bilan kimdir shu yo'sinda hazillashyapti deb o'ylab, yashirin kameralarni topishga harakat qiladi. Devorga suyanib, bu ishni qilganlar bilan qanday hisoblashni tahlil qiladi. Ammo vaqt o'tsa ham hech narsa o'zgarmaydi. Kuni bo'yi shu yerda qolib ketishi mumkinligini tushungan erkak, chanqaganligi va ochiqqanligi sababli jahli chiqib, yordamga chaqirishni boshlaydi. Ammo foydasi yo'q. Asirlikning ikkinchi kuni u atrofiga qarab yana lyuk, shkaf va kalamushni ko'radi. Hammasi o'z o'rnida. Telefoni esa hali ham ishlamagan. Jahl bilan shiftdagi chiroqni uradi va uning ichida turgan kalitni ko'radi. Kalitni olgach, bu shkafning kaliti ekanligini tushunadi. Uning ichida qurilish anjomlarini topadi. Zubila va cho'kishni olib eshikni ochishga harakat qiladi. Ammo buning foydasi bo'lmaydi. Biroq shkafda bundan ham qiziqarli narsalar bor edi. Erkak ular yordamida olov purkovchi uskunani yasaydi. Olovni shiftda turgan datchikka tutgan erkak undan suv chiqishini kutadi, ammo rejasi o'xshamaydi. Bundan so'ng eshikni olov bilan eritishga urinadi, biroq bu safar ham omadi kelmadi. U nihoyat hammasi o'ylaganidan jiddiyroq ekanligini va nima qilish kerakligini yaxshiroq o'ylashi lozimligini tushunadi. Kimdir uni bu yerga tashlagani aniq. Chiroq bor, ammo suv va hech qanday tovushlar yo'q. Kimdir uning sekin-asta qiynalib vafot etishini istagan. Shu sababli bu yerdan chiqib, o'sha kimdir bilan hisoblashish kerak. U qo'liga jihozlarni olib, devorni teshishni boshlaydi. Ha deganda qo'liga urishiga qaramasdan ishni to'xtatmaydi. Nihoyat devorda teshik ocha oldi. Shunchalik omadi kelgan ediki, bu teshikka bemalol sig'ib, qo'shni xonaga ham o'ta oldi. U yerda ham xuddi shunday po'lat eshik turgan edi. Ammo bu xonada temir shkaf o'rniga qandaydir tobut turardi. Uning yoniga yaqinlashayotgan erkak uning bo'sh ekanligiga umid qiladi. Ehtiyotkorlik bilan tobutni ochadi. Uning ichida esa yaxshi kiyingan yosh ayol yotardi. Erkak uni o'lgan deb o'ylab turgan vaqtda qiz dahshatga tushgan holda qichqirib uyg'onib ketadi. Qiz ingliz tilida gapira olmaganligi uchun ular bir-birlarini tushunishmaydi. Qo'rqib ketgan qiz erkak kelgan teshik orqali narigi xonaga o'tib ketadi. U esa uning xonasida qoladi. Asirlikning 3-kuni qiz o'z xonasiga qaytadi va tobutda uxlab qolgan erkakni uyg'otadi. U yigitga cho'kishni beradi va u qaysi tomonga teshishni so'raydi. Qiz devorni ko'rsatadi va u so'nggi kuchi bilan devorni tesha boshlaydi. U bu yerga qanday tushib qolganligini eslashga harakat qiladi, ammo faqatgina barga qanday borganligini va mashinani eslaydi. Qiziq, uni kim va qayerga olib ketgan ekan? Keyin esa qorong'ulik. Buni kim qilgan bo'lishi mumkin? Qiz ham sodir bo'lgan hodisani eslashga harakat qiladi. U to'yda bo'lishi lozim edi. Endi onasi undan qattiq xafa bo'ladi. U hatto hali ham Afrikadami yoki yo'q buni ham bilmasdi. Bu odam bu yerda nima qilyapti? Uning o'zichi? O'zi nima sababdan bu yerda? Biroq ikkovi ham savollarga javob topisha olmaydi. Erkak yana devorni teshishga kirishadi. Qiz unga tirjayib qarab turardi. Unda esa kuch qolmagan edi va u qizdan uning uchun kuylashini so'raydi. Qiz qandaydir qo'shiq kuylashni boshlaydi. U uning ohangi bilan devorni uradi va yana qo'liga zarba beradi. Qiz boshidagi matosini yechib uning yarasini bog'laydi. Erkak Zubilani boshqa qo'lida ushlaydi, qiz esa unga yordamlashadi. Kutilmaganda ular eshikning ochilayotgan ovozini eshitishadi, ammo eshikka yaqinlashishlari bilan yana jimlik hukm suradi. Ular yana ishga kirishishadi, ammo eshikka teskari qarashlari bilan shturval yana qimirlay boshlaydi. Erkak eshikka qaramasliklari kerakligini tushunadi. Bundan so'ng ular eshikka teskari yurib yetib olishadi. Eshik ochilgach, ular 3-xonaga kirib kelishadi. Xona o'rtasida chuqur kovlangan edi. Erkak bu ular uchun ekanligini tushunadi. U endi kovlash vaqti keldi deb o'ylaydi, ammo qaysi tomonga? Qiz eshikka qaramaganlarida eshikning ochilganligini eslatadi. Balkim bu yerda ham shunday bo'lar. Ular ishni boshlashadi, ammo shturval qimirlamay turardi. Ular kovlashda davom etisharkan erkakning umuman kuchi qolmaydi.
U birinchi kuni umuman hech narsa qilmaganligi uchun o'zini koyiydi. U barcha imkoniyatni yo'qotdi. Endi unga na ovqat va na suv yordam berardi. Kutilmaganda uning xayoliga uni qo'yib yuborishlari uchun qizni yeyishim kerakmidi degan fikr keladi. Ammo u hech qachon bunday qilmasdi. Ko'z yosh qilayotgan erkakni qiz ovutardi. Unga chuqurdan chiqishiga yordamlashadi. Erkak uning undan xavotir olayotganligidan hayron qoladi. U uxlab qoladi. Qiz esa nega bu u bilan sodir bo'ldi deya Xudoga iltijo qiladi. Keyin esa erkakka yaqinlashib uni quchoqlaydi. Ammo erkakning hatto qimirlashga ham holi yo'q edi. Umuman kuchlari qolmagach, beton pol ustida uxlab qolishadi. Erkak qizning sog'ayotganligini sezadi va bor kuchi bilan qo'shni xonaga o'tib, tobut ichidan matoni oladi va qizning ustini yopib qo'yadi. O'zi esa uning yoniga yotib, o'lishga tayyorlanadi. Kutilmaganda eshik shturvali yana aylanishni boshlaydi. Azoblangan asirlar nihoyat ozod bo'lishdi. Ularning ko'z oldida oldinlari insoniyat qadami va nigohi yetmagan sirli o'lka paydo bo'ladi. Qahramonlarimiz esa qo'l ushlashgan holda xonadan chiqishadi. Tamom. Filmning so'nggi sahnasi ko'pchilik tomoshabinlarni hayratda qoldirdi. Ular qanday qilib bu joyga tushib qolganliklari, ularni kim qiynaganligi va bu olamga qanday kelganliklari noma'lumligicha qoldi. Bir qarashda tomoshabinlar ularning vafot etganidan keyingi hayotlarini tomosha qilgan deb o'ylash mumkin. Ammo film ijodkorlari bu haqida hech qanday fikr bildirishmagan. Shu sababli bu borada har kim o'z fikrini aytishi mumkin. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang.